Toshkent kimyo xalqaro universitetiga Malayziyaning yetakchi ta'lim tashkilotlaridan biri UCSI Group delegatsiyasi tashrif buyurdi. Tashrif davomida ikki universitet rahbariyati o'rtasida hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish masalalari yuzasidan muzokaralar bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida xalqaro akademik hamkorlikni rivojlantirish, talabalar va professor o'qituvchilar almashinuvi dasturlarini kengaytirish, qo'shma ta'lim loyihalarini amalga oshirish hamda ilmiy tadqiqot yo'nalishlarida hamkorlik qilish masalalari muhokama qilindi. Toshkent kimyo xalqaro universitetining so'nggi 7-8 yildagi rivojlanishi meni chin ma'noda hayratga soldi. Universitetning qisqa vaqt ichida erishgan natijalari, infratuzilmasi, xalqaro hamkorlikka bo'lgan intilishi va rivojlanish sur'ati uning katta salohiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Bundan tashqari O'zbekiston yoshlar mamlakati hisoblanadi. Bu yerda ta'limga bo'lgan talab va intilish juda yuqori. Aholining asosiy qismini yoshlar tashkil etayotgani esa oliy ta'lim va innovatsiyalar uchun ulkan imkoniyat yaratadi. Shu sababli biz Toshkent kimyo xalqaro universitetini nafaqat O'zbekistondagi, balki butun Markaziy Osiyodagi istiqbolli hamkor sifatida ko'ryapmiz. Ishonamanki, UCSI University va Toshkent kimyo xalqaro universiteti o'rtasidagi hamkorlik ikki universitet, ikki mamlakat va eng muhimi, talabalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. 1986-yilda tashkil etilgan UCSI University bugungi kunda Malayziyaning eng nufuzli universitetlaridan biri hisoblanadi. Universitetda 120 dan ortiq mamlakatlardan kelgan talabalar tahsil oladi. Muzokaralar davomida hamkorlikning dastlabki yo'nalishlaridan biri sifatida Summer School dasturini yo'lga qo'yish masalasi ham muhokama qilindi. Hamkorlikning dastlabki yo'nalishlaridan biri sifatida Summer School dasturlarini yo'lga qo'yish masalasi ham ko'rib chiqilyapti. Bu kabi dasturlarning ahamiyati juda katta. Bugungi global dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun faqat auditoriyada olingan bilimlarning o'zi yetarli bo'lmaydi. Talaba turli madaniyatlar, yangi g'oyalar va xalqaro muhit bilan ham tanishishi kerak. Malayziya ko'p millatli va ko'p madaniyatli mamlakat hisoblanadi. UCSI University'da 120 dan ortiq davlatlardan kelgan talabalar tahsil oladi. Summer School dasturlarida qatnashgan Toshkent kimyo xalqaro universiteti talabalari dunyoning turli burchaklaridan kelgan yoshlar bilan muloqot qilish, tajriba almashish va xalqaro do'stlik aloqalarini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu nafaqat madaniy tajriba, balki kelajakdagi professional faoliyat uchun ham muhim investitsiyadir. Bugungi kursdoshlar ertaga sizning biznes hamkoringiz, ilmiy hamkoringiz yoki xalqaro tarmog'ingizning bir qismiga aylanishi mumkin. Shuningdek, talabalar sun'iy intellekt, robototexnika, mexatronika va boshqa zamonaviy yo'nalishlar bo'yicha xalqaro tajriba bilan yaqindan tanishadi. Eng muhimi, ular dunyoga kengroq nigoh bilan qarashni o'rganadilar va o'z mamlakatidan tashqarida mavjud imkoniyatlarni ko'ra boshlaydilar. Menimcha, Summer School dasturlari xalqaro ta'lim sari tashlanadigan eng muhim dastlabki qadamlardan biri. Universitetlar o'rtasidagi hamkorlik masalalari faqat rasmiy uchrashuvlar bilan cheklanib qolmadi. Malayziyalik mehmonlar uchun Toshkent kimyo xalqaro universiteti bo'ylab tanishuv ekskursiyasi ham tashkil etildi. Mehmonlarga universitetda talabalar uchun yaratilgan zamonaviy sharoitlar, o'quv va amaliy laboratoriyalar hamda innovatsion ta'lim infratuzilmasi namoyish etildi. Shuningdek, mehmonlar universitet qoshida faoliyat yuritayotgan Kimyo University Hospital klinikasiga ham tashrif buyurib, bu yerda yaratilgan tibbiy va ta'lim imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Toshkent kimyo xalqaro universiteti so'nggi yillarda xalqaro hamkorlik geografiyasini izchil kengaytirib bormoqda. Bunday hamkorlik dasturlari O'zbekiston yoshlarining xalqaro ta'lim maydonidagi ishtirokini kuchaytirish va ularning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Abituriyentlar uchun muhim yangilik. O'zbekistondagi eng nufuzli universitetlardan biri hisoblangan Toshkent kimyo xalqaro universitetida qabul jarayonlari davom etmoqda. Universitetda tibbiyot, moliya, muhandislik, arxitektura va qurilish, pedagogika, umuman 30 dan ortiq ta'lim dasturlarida tahsil olishingiz, o'qishni O'zbekistonda boshlab, xorijda davom ettirishingiz ham mumkin. Universitet haqida yana ham ko'proq ma'lumotlarni uning rasmiy sahifalari yoki 78 kodi bilan 129 40 40 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bilib olishingiz mumkin.